qildi. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Men Rufat Abliz, Qozog'istonning Olmut shahridan keldim. Bu qitimliq talant sahnasiga men sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun qiziqarli yumorlarni olib keldim. Her gününle hoşallık içinde ötsün. Oy, qanday ahvolingiz yaxshimi? İsmingiz? Rufat. Rufat, qayerdan keldingiz? Ben Kazakistan'dan Almatı diyarından geldim. Oy, barakallah. Sizga aprin aytimiz. Mana yiroq davlatlardan bizningki diyorimizga kelib, Ipak yo'li talant sahnamizga o'z mahoratingizni joriy qildiqli kelganingizga chin qalbimizdan aprin aytimiz. Sizga omad, utuq bo'lsin. Mana mushu talant sahnasi orqali ikki davlatning do'stligi, shundaqla bizningki madaniyat almashtirishimizning ko'rigi bo'lib qolg'isi, o'zingizning talantini bizning Ipak yo'li talant sahnamizda to'liq joriy qildirishingizga chin qalbimdan tilakdoshman. Rahmat, iloyim shunday bo'lsin. Utuq omad sizga yor bo'lsin. Sizga utuq tilayman. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Olmatıdan Audi o'lang, Moskvadan Mazda o'lang, Litvadan Lada o'lang, Talg'irdan trolleybusda, Astraxandan avtobusda, Vengriyadan vertolyotda, Samarqanddan samolyotda, Xotandan xotak minib, Katmandan eshak minib, bugungi kechga Qo'rdaydan qudi bo'lib, Bishkekdan boji bo'lib, kechimizni tabriklab, kelib kelgan bir-birlab, Kashqamay deb juguraklab, bolalarni yetaklab, oldirab chechin tarimay, o'lchoriga qaramay, hech kimdan qari so'ramay, boshqalarni do'rimay, qarab akaklarning qopig'iga, ayollarning opig'iga, nimqlarini bilmay qolgan, tushunmasdan kulmay qolgan aziz qarindoshlar, bugun kechga xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yuqorida sahnamiz mahorat ko'rsatgan mayirimizdan siz do'st bo'lamisiz? Ha, do'st bo'lma. Sizlar Qozog'istondan keldinglar-ku deyman. Ha, biz Qozog'iston davlati Olmut shahridan keldik. Oldi bilan sizlarning shu orliqni jiroq ko'rmaymiz diyorimizga shu programmamiz qatnashganlarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rus xalqida odamlarning ismini qisqartib aytadi. Sasha, Tanya, Ola degandek. Shunga o'xshashlar qarindoshimiz qozoq xalqidimi shundoq. Baki, Makki, Saki, Taki deb qisqartadi. Ha, biz Uyg'ur xalqida bo'lsa, undaq emas. Biz aksincha uzatib aytamiz. Shunga o'xshash laqamlar bilan ketdi-da. Bu Uyg'ur xalqining laqamini, taxallusini aytsak tugamaydi. Shunga o'xshashlar meningma o'zimga tushlik laqamim taxallusim bor. Qosh degan. Rahmat. Bu qosh endi mandaqli qosh emas. Ajoyib chiroyli qosh, sehrli qosh. Bu qishimning chiroyliligini birinchi bo'lib o'zimning ustozim, mana bizda Urumchiga kelgan Sahar napandim akimiz bayqab qolgan. Menga kelib deydi, "Va Rufat ukam, men sening qishing ajoyibga. Bu sening qishingga barliq qizlar oshiq bo'lyapti. Sen tezroq o'lamisan bo'lmaydi." deb shuning bilan boshqa o'g'illar mening qishimga oshiq bo'lib qolgancha zamonning teshib o'linib olay deb men o'linib elib, hozir Xudoga shukri 2 kun dam olish, 5 kun uyda qishimni o'ynab yotma. Endi o'zinglar bir bayqab baqqan bo'lsanglar, men qishimni o'ynab baqqan bo'lsam. Ochiq yomon odamning qishi mana bunda oldi. Yaloqchi odamning qishi bunda oldi. Ha, boshliq odamning qishi bunda oldi. Naynoq odamning qishi bunda oldi. Endi usulchi odamning qishini ko'rib baqaylik. Rahmat. Endi men bu yerga chiqib qosh o'ynatsam, meni faqatla qosh o'ynatga, qo'ldan boshqa ishim kelmaydi-ku deb qo'ymanglar. Meni Olmaotada yana naqshi buzg'uchi deb ataydi. Ha, buzg'uchi emas, buzg'uchi. Naqshi buzg'uchi. Chunki men naqshi matnlarini o'zgartib,
boshqacha aytimi. Mümkün bo'lsa, men hozir o'zgatgan bir ikki naqshamni aytib bergan bo'lsam, o'zinglar tinglab boqqan bo'lsanglar. Yanmay faqat ko'ngilning payli, jiroq bo'lsang meningdan mayli. Bir balangni olmut edimu, tashlab ketding uningga mayli. Jiroqladin kep qoldim mana, izlab yurib seni jandada. Olmutuluq tursun büvedin, salam yollayman sana. Salam yollayman sana. Abdülkerim Ablis, eğer men bilsiniz sizning oğlunuz. Ha. Xotinim yo'qmi mu peste? Endi haq gapni qildigan bo'lsam, men bu Urumchi shahariga Qozog'iston diyoridan Olmut shaharidan kelib o'tirman. Bu shaharga kelishim musobaqaga qatnashish emas, balki dadamni izlab kelgandim. Assalomu alaykum dada. Abdulkerim Ablis. Adaş nimaga Olmutda to'g'ri kelmay kelsam ish var kerak dersan. Men sen o'tganda meni dada dema, Shinjongga borganda bir munch pul yurib kelsam, yana mush gapni aytsasan. Sizni dada demashga yuragim ichidimi-de. Bo'pti, dada dema, men eshagini dada deb yurib kelman bir mes. Ne desem baqtirga. Men shu sizni birinchi qitim televizor ekranida ko'rgandim. Mayliqi odamlar to'plashib ketgan, siz kimni mayli birsin mashinada suyitganmi, mashu urayotganmi, kim kelganini ko'rolmay o'tirib, "Voy dada, voy jinim dadamma" deb kirganingizda yad eshak yotgan. Uyg'urlarda so'z bor-ku, to'shqan cho'ng bo'lsa eshak o'ldi degan. Shuning o'xshash men shu kundan boshlab laqimimni to'shqan deb qo'yib olgan. Yaxshi bo'pti, bolam. Endi bu yoqqa mangdiganning oldida men butkul Olmut oblastini yig'ib, ikki to'poq bilan 5 to'shqan so'yib cho'ng nazar verdim. Babamning ruhi xush bo'lib qolsin deb. Yaxshi qilsa dadangni do'rabsan. Endi bu yoqqa kelishim dadamni tiligida bo'lsa-mu ko'ray, buvamni ko'ramaganligin deb. Kirishim shu, tuqqan izlab keldim. Oti bo'lak, oni boshqa, aka inlarim bo'lsa orlishay deb keldim. Mendan boshqa men dadang bormi sening? Endi mashagamush naq maydonga chiqiblar, boya naqshi matnlarni o'zgartgandek, naq maydonga chiqiblar bir naqshi matnning o'zgartgan o'yimga kelib qoldi, dadamga qarab. O'zgart. Ruxsat bo'lsa, shuni aytib ondan keyin tamomlagan bo'lsam. O'zgart. Hem deydiganning hemen deb bo'lding. Nima kunni ko'ram kech uyga borsam ham dema. Can dadam tağdek dadam bağdek dadam, qo'li keng bozg'on kabi mening dadam. Seni ko'rib olam bo'lakcha shotmanga, burti baki giz kabi jinim dadam. Seni ko'rib olam bo'lakcha shotmanga, burti baki giz kabi jinim dadam. Rahmat. Mushu maharda bizniki tomoshabin do'stlarning shunaqla baholg'uchi ustozlarniki moyilligini qo'lga keltiralamdi, yo'q-a? Qani birlikda ko'rib boqaylik. Rahmat o'g'lim. Qanday bo'ldi? Qo'rqmaysan, chiqdi bu mana. Ma endi siz maqol tamsilni tarjima qilishga havasingiz bo'lsa, mening mashundaq naqshi matnlarni o'zgartirishga havasim bor. Shunga bu havasimni havaskorning bolasini istab qo'yasiz. Bo'ladi. Bu naqshini men hali yomon emas o'zgartgan. 200 dak naqsh o'zgartibdimmi? Voy qilma vazilda o'tirib. Yaxshi bo'pti. Endi eng yaxshi mening tavsiyalarim sen Olmutga ket bolam. Men adamchiga degan adam yo'q dema bu gapni. Og'ir demak sen talon sensiz emas, dadangni izlab kelding degana, Marko onasini izlab kelgan, sen dadasini izlab kelding. Endi deydiganni devatding. Asli o'sha demagan bo'lsang-mo, bermaydim. Mening bolam bo'lgandan keyin haq qilib ketmasin. Bo'libdi o'g'lim.
Balam. Şunda da. Ah. Sen bir beletmedin. Bu to'xtab turinglar, balamni quchoqlashma, uzun bo'lib tutgan ko'rishmagilar. Ay. Mayli chiqa. Qarab boqinglar, o'xshamdi ekanmas. Bu mening ta'tirga ko'p qolgan bolamchu. Men burtni miya qo'ysam, bu burtni elitib miya qo'ygan bola bu. Balam, sana faqat burt chiqmagan bo'lsa, eshak qurtidan birini qarab o'yib, ta'tir urib, chapilib olsang burt qo'shaydi. Ma'qul, balamni deb oldim, rahmat. Endi qanday qilamiz? Dadango Ba'mamsa biladi, mening bolam bo'lgan ekan. numarni qiziqchilikni, yaxshi numarlarni ham odamni xushal qilib, kuldirib, yaxshi numar epkipsiz. Rahmat. Ham bir dada demagan bo'lsangiz, men sizga bir bilet beray. Rahmat. Dadamning og'inisi deb qo'ying. Ha. Dadamning jon og'inisi. Ha, bo'ldi mana. Mening bolam. Huquq menda. Yo'q, mening bolam. Baya ustozim Sevirnep aka nurg'un qizlasının qishinga ochiqqan deb keldi dediniz. Bizning Uyg'ur qizlarimiz bo'lsin, Uyg'ur erkaklarimiz bo'lsin, hammasi qishin shunda chiroyli o'ynata oladi. Sizin bek chiroyli musiqa tushirib o'ynatdingiz. Lekin ikki qishingiz har vaqt bir vaqt o'ynaydi ekan. Ikkisini ayrim-ayrim ata olamsiz. Men ikki yoqni tangib mangani yaxshi ko'raman. Ha, bo'p. Lekin ayrim-ayrim ata olgan bo'lsangiz, uni bir mahorat deb his qilgan bo'lardim. Talant sahnasi bo'lganligi uchun men sizga bir bilet beramadim. Rahmat. Qash etadi. Rahmat dada. Xato biz qo'ysa ashta bo'ladi. Yaxshi bir numara kelsa, ukam, oldi bilan Almutadin talant sahnasiga kelganini qarshi olamiz. Endi bu bir o'g'ilvalik nisbatan bu qashni yomon etkitishning o'zi normal ish emas-ku. Lekin endi o'rni borda bizda turpanda jabbarliklik deb bir bola bor. Bu ashqitini qishini olsa, bu ilgispas tushdi-da, bu bolada bir talant hamda. Bu ajoyib nim qildi. Undan keyin birisi, masalan, naqsh tekstlarni bizda suv beshidan lay deydigan tamsillovchi oti bo'limizda. Suv beshidan lay emas, har qanday suv pokiz bo'ldi. Uni o'tirda anaqa lay tashab lay qilgan odamlar borchu. Asqarjo, suv beshidan layda mangda atamlar ma gapni? Yo'q. Unda gap emas. Shuningda naqsh tekstlarga kelganda, shuningga hamda biz nayt sog'lomlikni yaxshi bir so'zlar bilan bu degan bir odamlarning bir ajri. Buni bir xuddi bir balni qursoq ko'tirib, to'qqan o'xshash narsa bu ijodiyat deganni biri, buni hurmat qilish lozim. Andan keyin buning biri ahamiyati va tarbiya ahamiyati va andan keyin o'shtaq narsa bo'lsa, buning nayt o'rliq yaxshi ishda bu. Yana nurg'un talantlaring bor sening. Shuningga sen to'shqan cho'ng'iz nima bo'ldi-da? Eshak. Shu to'shqan peting turishini tilayman, sen battal bilet beraman. Rahmat. Yana bir qatim istab keladi ekanda, qaraganda bu menimda. Ma'qul, Ahmet Sangar bo'lsin. Rahmat. Muborak olsun. Rahmat. 3 biletga erishib, keyingi bosqichda degan mahorat ko'rsatish fursatiga ega bo'ldik. Qani undaqdan mayrimizni kutib olaylik. Muborak olsun, sizni tabriklayman. Qani bu yoqqa. Yuqorida siz itot o'rlab, baholovchi ustozlarningki 3 tal biletga erishib, keyingi bosqichga o'tib ketdingiz. Xush bo'ldingizmi? Albatta xush bo'ldim. Qanaqa hissiyatda bo'lyapsiz? Bak hozir hayajon ilkida turma. Shundaq yaxshi hissiyotlarni oldim. Bo'ldi. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichga texnik yaxshi tayyorlik qilib kelgan bo'lamdi. Sizni texnik yaxshi nomerlar bilan ko'rishni orzu qilamiz, umid qilamiz. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichga ko'rishgacha omon bo'ling, tiningizga salomatlik, shirinlarga qutlug' tilayman. Qani, marhamat, xayr xo'sh.